Ayni damda Toshkent shahrida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun seminar-trening bo'lib o'tmoqda. Unda media sohasidagi dolzarb masalalar ko'rib chiqilmoqda. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda Konrad Adenauer jamg'armasining O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari transformatsiyasi sharoitida auditoriya bilan samarali muloqot, kontent strategiyasi va zamonaviy boshqaruv mavzusidagi 5 kunlik xalqaro treningga start berildi. Unda O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasiga a'zo markaziy va hududiy telekanallarda faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ishtirok etishdi. Bugungi seminar trening bugungi kunning muhim mavzusini, agar ta'bir joiz bo'lsa, bugungi kunning muhim muammosini o'z ichiga olgani bilan ahamiyatli bo'lyapti. Va bunday seminarni to'g'risi biz jurnalistlar sog'ingan ekanmiz. Ko'pchilik seminar davomida bugungi kunda yosh auditoriyani, yoshlarni qanday qilib televideniyaga qamrab olish kerak, ya'ni ularni e'tiborini qanday tortish kerak, ularni ijtimoiy tarmoqqa mukkasidan ketib borayotganini qanday qilib oldini olish kerak, ya'ni ularni televizor tomosha qilishga qanday qilib qiziqtirish kerak degan savol bilan murojaat etdi ko'pchilik. Seminarning ochilish marosimini O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi bosh direktori Rahmatjon Umarov o'z kirish so'zlari bilan boshlab berdi. Shundan so'ng Germaniyaning media sohasidagi yetuk mutaxassisi Rene Falkner o'z trening mashg'ulotlarini boshladi. Salkam 30 yillik tajribaga ega media ekspertining ta'kidlashicha, media tendensiyalari o'zgaruvchan, u juda tez o'zgarib turadi. Jurnalist esa moslashuvchan bo'lishi talab etiladi, chunki an'analar o'zgargani sari tomoshabinning xohishlari ham o'zgarib boradi. Bugungi seminar treningning asosiy mavzusi ham shu: tomoshabinni qay yo'l bilan bo'lsa-da saqlab qolish, qanday usullar orqali yana auditoriyani jalb qilsa bo'ladi. Shu mavzuda nafaqat Rene Falkner o'z bilimlarini ulashdi, balki tashrif buyurgan mutaxassislar ham o'zaro fikr almashishdi. O'ylashimcha, biz boshqacharoq yo'nalishni yaratishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni odatiy klassik uslubda emas, balki yana ham qiziqarliroq yo'nalish topib, undan foydalanishimiz kerak. Yosh jurnalistlarga esa maslahatim keng fikrli bo'ling. Siz bu sohada 50 yil ishlashingiz mumkin, biroq hozirgi kunda 50 yil oldingi holatdek ishlay olmaysiz. Chunki bizning soha o'zgaruvchan hisoblanadi. Shuning uchun yangiliklarga ko'nikuvchan va uni qabul qilishga ochiq bo'ling. Trening davomida Rene Falkner chet el mutaxassislari tomoshabinni e'tiborini yana qayta tortish uchun sinab ko'rilayotgan YouTube saytlaridan misollar ko'rsatib, tahlil qilib berdi. Bu qay darajada natija berishi muhokama qilindi. Shuningdek, sun'iy intellektning jurnalistikada qo'llanilishi, undan samarali foydalanish usullari ko'rib chiqildi. Ijtimoiy tarmoqlar faollashgan davrda telekontentlarni, ya'ni telemahsulotlarni tayyorlashning o'ziga xos uslublari, o'sha ijtimoiy tarmoqlar darajasidagi formatga olib o'tish, sun'iy intellektdan foydalanishda nimalarga ahamiyat qaratish kerakligi haqida hozircha kirish qismida mana ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, bu mana shu seminarni yakunlanganimizdan keyin bizda o'ziga xos bir fikr paydo bo'ladi. Ushbu seminar mashg'ulot so'ngida qiziqarli o'yin tashkil etilib, unga ko'ra kun davomida muhokama markazida bo'lgan mavzu yuzasidan 2 tanlangan media sohasi vakillari treningning 2-kunida o'z fikrlarini taqdim etishadi. Bu kabi mashg'ulotlar media sohasini yangi darajaga olib chiqishga va uni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi.